Mana shu devor Sergeliga kelganmiz. Bu devor 351-maktab. 23 ga 15,5, 4 ta xona, 2 ta sanuzel ugulovoyga joylashgan. 23,5 uzunligi, bu yog'i 15,5, u yog'i ugulovoyga. Sergeli Xonobodga kelganmiz, Mustaqillik ko'chasi. 4 xona chotki, mebel texnikalari yangi. Kirishimizdan bitta ko'rasizlar, hol mana biz. Vobshe chiroyli qilib qo'yganlar. Asfalt tapchani qilib qo'yganlar, chotki qilib. Mana bundoq qilib yana davom etsa ham bo'ladi. Hammadan bu yog'iga. Kirganimizda shundoq zinadan chiqqandan keyin holga duch kelasizlar. Holdan to'g'risida spalning, uning yonida zal, to'g'risida zimnik, kuxnya, uning orqasida yana bitta hammom tualet. Ko'chamizda qariyalarimiz uchun ili detskiy qilingani uchun bitta xonamiz bor, uning yonida ko'chamizda alohida yana sanuzel tualetlarimiz bor. O'ziga mos chiroyli podvali ham bor. Narxiga kelganda juda ham qimmat etuvdilar. Rosa talashib 135 mingga tushirdi. Ozgina sunnati bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Telegram kanalimizda lokatsiyasi bor. Uyli bo'linglar, uy egasiga juda zarur.